2025 yıl 13 noyabr. Hurmatli kuzatuvchilar, tak Agrobankning yanında dom quramiz deb aytdik. Agrobank ko'rsatib o't. Bu yog'imiz Agrobank. Bu yog'imiz tak Pahlavi Mahmud ko'chaning yonboshig'i, tak Bobur ko'cha. Xullas bu yerda 5 etажga domimiz boshlandi, keling. Tak 5 etажga domimiz. Tak har pod'ezdi 4 xonadan iborat. 63 kvadrat, 81, 81, 79 kvadrat. Jami 5 etажga 20 xonadan tushyapti. Zdaniyamizning ko'rinishi 5 qavat bilan, tashqaridan ko'rinishi, eldinda polniy stoyanka, bu yog'inda mana detskiy plashatkani ko'rsat. Xullas bahasi 5,5 million so'm, eldindan 25% berasiz, qolganini 25 oyga. Plus 1-2 so'm yetmasa gapi yo'q, azrog'ini turib turamiz. Xullas foizsiz 25 oyga bersak bo'ladi. Bu yog'dan polniy ko'rsat. Uyning xonadonlarining rasmlari bilan taxlanib uzatganlari. Bu yog'imiz detskiy plashatka. Agar возможность kelsangiz biz bilan uyning ichini uzatib ham beramiz. Kvadrati 1 million so'm, 1,5 million so'm отдельно. Mana bu kadastr pasporti bu. Nerede joylashgani, necha etaj, qurilish obyomi, QR kodi. Bemalol murojaat qilib telefonlarda qoldiramiz. Isay buildingda xizmatdamiz. Gurlanda yangi dom loyihasi boshlandi.